Assalomu alaykum obunachilar. O'tgan safar sizlarga qo'yni ko'ziga dorini chiqardik. Endi bugun qo'ylar yemak yemasligiga mana shu dorini chiqaramiz. Bu dorimizning nomi Gaserit bo'ladi. Bu Gaserit ichida 50 ml suv bo'ladi. Buni veterinar aptekalarda sotadi. Buni qo'ylarga ichsalaring, buni ziyoni yo'q. Foydasi bor buni. Umuman ziyoni yo'q. Biz ham bitta qo'yimiz bor edi. Hech yemak yemaganida mana shu Gaseritni ichkizinglar dedi. O'sha veterinarda ishlaydiganlar dorini ichkizinglar dedi. Bu dorini ichkizdik. Bu qo'yimiz hozir yaxshi bo'lib ketgan. Video oxirida sizlarga o'sha qo'yni ko'rsatamiz. Bu dori ichsalaring, buni umuman ziyoni yo'q. Buni faqat foydasi bo'ladi. Hamma qo'ylarga ichkizaverasizlar. Bo'g'oz, qisir, haligi inabola, kichkina qo'zi qo'chqorlarga ham ichkizaverasizlar. 5 oylik, 3 oylik qo'zilarni ichkizaverasizlar. O'sha Gaserit ichkizgan qo'yimiz mana sariq qo'yimiz bo'ladi. Qurbonlikda ham so'ysa bo'laveradi. Buni ishqibozi bo'lganlarga ikrosi nomerlar qoldiramiz. Qurbonlikqa olaman deganlarga shu qo'yni sotiladi. Telefon qilib so'rab olaverasizlar. Dastlabkasi bor, dastlabkasi Toshkentgacha dastlabkasini qilib beramiz. Mana bu qo'yni nariga katta qori ham sotiladimi desalaring, oladiganlar sotilaveradi. Buni o'zimizga qurbonlikqa so'yganini olganmiz. Endi obunachilarimiz olamiz desa, yo'q sotilmaydi deganimiz. Endi shuning uchun bularni ham olaman desalaring, olaverasizlar. Ikrostiga nomerlar qoldirib ketamiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha.